Ijtimoiy tarmoqlarda maktab direktori vazifasini bajaruvchi ayol va uning o'rinbosari boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi bilan janjal qilgani aks etgan videolar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu janjal joriy yilning fevral oyida Qamasha tumanidagi aynan mana shu 67-umumiy o'rta ta'lim maktabida sodir bo'lgan. Biz vaziyatga aniqlik kiritish va taraflarni tinglash uchun ushbu ta'lim dargohiga yetib keldik. 2025-yil 27 fevral kuni maktabimizda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari hamda vaqtincha direktor lavozimida ishlovchi men haqimda maktabda noto'g'ri ig'volar tarqatdi. Mazkur janjal aynan mana shu yerda, ya'ni direktor xonasining yonginasida sodir bo'lgan. Bu yerda direktor va uning o'rinbosari boshlang'ich ta'lim o'qituvchisiga kuch ishlatishgan. Ular o'rtasidagi tortishuv esa maktabda o'rnatilgan aynan mana shu kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Noto'g'ri ig'vo tarqatdilaring deb o'rtasiga oydinlik kiritish maqsadida kirganimda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari og'izga turmaydigan haqoratli so'zlar gapirdi. Vaqtincha direktor faoliyatini olib borayotgan o'qituvchimiz bizni janjalimizga qo'shilib ketdi. Meni xonadan urib, itarib chiqarib yubordi. Yana men eshikni ochib, nima uchun menga bunaqa nohaqlik qilasizlar deb eshikni ochganimda menga mana shu maktabimizda vaqtinchalik direktor lavozimida ishlayotgan Jalilova tashlanib ketdi va ikkalasi birgalikda urdi. Men o'zimni himoya qilishga harakat qildim. Bunda bir ikkita o'qituvchilarimiz guvoh bo'ldi. Ulardan biri Sherova Fayoza shuncha tortib ajrataman desa ham u kishilardan ajratib ola olmadi. Men o'qituvchi xonasiga o'tirdik. Keyin bir mahal baqir-chaqir ovoz eshitilib qoldi o'qituvchilarda. Qarasak, mana bu yerda direktor o'rinbosari, direktor ikkalasi meni sudrab kirgizayotgan ekan. Sochidan ushlab olgan ikkalasi bir-birini. Men ajratishga keldim, mana bu yerdan ajrataman dedim, kuchim yetmadi. Biz mazkur janjalga asosiy sababchi bo'lgani aytilayotgan va o'sha vaqtda maktab direktori vazifasini bajargan ayoldan ham intervyu olishga urindik. Ammo u ayni kunlarda davolanish ta'tiliga chiqqan ekan. Holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasidan tezkorlik bilan ishchi guruh tuzilib, mazkur murojaat o'rnatilgan tartib asosida o'rganilmoqda. Albatta, ta'lim tashkilotidagi yuzaga keladigan pedagoglar tomonidan murosasizliklar dars vaqti bo'ladimi, darsdan tashqari vaqt bo'ladimi, boshqarma tomonidan keskin qoralanadi. Kelgusida salbiy oqibatlarni keltirib chiqargan pedagoglarga nisbatan o'rnatilgan tartib asosida ta'sir choralari qo'llanishini ma'lum qilamiz. Millar mazkur holat yuzasidan voqealar rivojini kuzatib boradi va kimga qanday chora ko'rilganligi haqida yana xabar qilamiz. Dilshod Nabiyev, Qashqadaryoda shunaqa gaplar.